Yulduz, Labbay. senga bir gapni aytmoqchiman. Xo'p, eshitaman. Seni sevib qoldim shekilli. Opa, nima bo'ldi? Yana o'sha kun. Yana tushimga kirdi. Bo'ldi opajon, o'zingizni bosing. Shuncha bahonani qayerdan o'ylab chiqasizlar-ey? Opajon, biz bahona o'ylab topganimiz yo'q. Bo'ldi, boshimni ortiq qotirmaylar. Shuncha rahm qilganim yetadi. Uyquzni buzdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, uxlab qopman. Soat ham 7 bo'ldi. 7. Sizga bir iltimosim bor edi. Agar xo'p desangiz. Salom. Assalomu alaykum. Taklifimga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Uzr, ozgina kech qoldim. Tong otguncha singlisi ham men ham uxlaganimiz yo'q. Qo'ng'iroq qildinglarmi? Balki endi kelib qolar. Kecha-kechasi qo'ng'iroq qildik. Qanaqadir gaplari g'alati, xuddi bir ichib olgan odamlardek gapirayotdi. Xo'sh, qayerda ekan ular? Boshlig'ini uyida. O'sha javlon bilan bir xonada yotgan ekan. Balki dachadadir, bilmayman.